Salom alaykum. Bugun o'zbekcha ASMR bo'ladi. O'zbekcha triggerlar. Chopon. O'zbekcha milliy chopon. Bu esa belbog'. Oddiy o'zimizni ayollarni ro'mollaridan yaxshiroq turadi. Sirg'alar. Kunlar umuman esib ketmaguncha shu choponda ham olib qo'y dedim. Anchadan beri qarab yurgandim bu choponga. Lekin juda ham issiq ekan. Bugun obrazimga qarab nima haqida gapiramiz deb o'ylaysizlar? Toshkent haqida. Toshkentning chiroyli, go'zal manzaralari, binolari haqida gapiramiz. Tayyormisiz? Men sizga kartochka ko'rsataman va siz bu qayerligi haqida gapirishga, topishga harakat qilasiz. Keling, unda boshlaymiz. Mana bu topdinglarmi? Menimcha hammalar bildinglar. Qaysi yilligini bilmoqchiman. Menimcha hozir ancha o'zgargan. 2011-yil ekan. Ancha mustaqillik va ezgulik monument. Kelinglar, rus tilida ham o'qiyman. Tashkent monument независимости и гуманизма. Va ingliz tilida Tashkent Monument of Independence and Humanism. Agar rus tilida yoki ingliz tilida yoki o'zbek tilida xato o'qisam, xafa bo'lish yo'q. Unda davom etamiz. Bu nima? Topinglar. Oftob tushyapti. Bu nima? Pastda yozilgan. Yo'q, yozilmagan. Bu Toshkent Ko'kaltosh madrasasi. Tashkent madrasa Ko'kaltosh. Tashkent Ko'kaltosh madrasa. Davom etamiz. Tak. Eslayapsizlarmi? 2011-yilda aynan shunaqa edi. Bu Toshkent akvaparki. Hozir adashmasam boshqacha. Tashkentskiy akvapark. Так, давайте. Topdingizmi? Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Tashkent Государственный музей истории Тимуридов. The State Museum of History of the Timurids. Chiroyli kechasi, rang-barang, fontanlar. Umuman yozda fontanning oldida yurish juda maza. O'zbekistonda fontanning oldida bo'lish yozda o'zgacha baxt. Bu Toshkent Mustaqillik maydoni. Toshkent kompleks Mustaqillik maydoni. Keyingisi Toshkent. Ko'ryaptimi? Toshkent O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyi. Tashkent The Palace of International Forums Uzbekistan. Kelinglar, davom etamiz. Enter
Toshkent Hazrati Imom masjidi. Chiroyli-a? Toshkent Mechet Hazrati Imom. Так. Bu kim topdi? Toshkent Barokxon madrasasi. Medresa Barakxona. Shunaqa inson bo'lgan. Chesni bilmas ekanman. Tosh bu masjidga bormagan ekanman. Borib ko'rish kerak. Sirk, Toshkent sirki. Toshkentskiy sirk. Borish kerak bu sirkka ham. Sirk. Yana ikkita qolibdi. Tak. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi binosi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosi. Chiroyli rasmga tushgan. Suvni oldida yana fontan. Go'zal. Tak. Va oxirgisi Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat opera va balet akademik katta teatri. Da. Ko'p joyda fontan ekanda. Узбекский государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Наваи. The Uzbek State Academic Theatre of Opera and Ballet named after Alisher Navoiy. Hozirgacha zo'r представлениyalar bo'ladi, operalar. Ko'pincha teatrlarga, muzeylarga borib turasizlarmi? Yo'q bo'lsa, menimcha bu narsani o'zgartirish kerak. Menimcha madaniyatli inson bu boshqacha inson. Ko'p muzeylarga boradigan, turli xil go'zal narsalarni ko'radiganda, qanaqadir o'sha teatrlarga boradiganda, kitob o'qiydiganda insonlar boshqacha. Bu ham o'sha dunyo ko'rish, ko'p insonlar bilan suhbatda bo'lish, analiz qilishni bir turi. O'shaning uchun iltimos ko'proq har xil muzeylarga borishga harakat qilinglar, yangi narsani o'rganishga harakat qilinglar. Farzandlarni ham kichikligidan shu narsaga, san'atga, go'zallikka o'rgatishimiz kerak. Agar inson bola kichikligidan go'zallikka, chiroyli narsalarga, ezgu narsalarga o'rganib yashasa, katta bo'lganida ham shunday harakatlarni qilib yuradi. Shunday inson bo'ladi. Axir hammamiz xohlaymiz. Oldimizdagi inson, ayniqsa farzandimiz tarbiyali, madaniyatli inson bo'lishini. Buning uchun kichikligidan o'zimiz harakat qilishimiz kerak va o'zimizdan ham boshlashimiz kerak. Biz ham shu go'zallikni ko'rishimiz kerak. Haligi boyevik, xiyonat qildi, urdi, unaqa narsalar emas, aynan go'zal narsalardan. Mayli. Bugun qisqa video bo'ldi, lekin sizlarga yoqadi degan niyatdaman. Ishlaringizga omad.